الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد وكان كده أصلا وقد حفل تاريخ المسلمين الأولين بالذين بلغت هذه الفضيلة فيهم أرقى أطوارها وأسمى أشكالها. Dastlabki musulmonlarning tarixi mushtazilat ularda eng yuqori pallasga yetgan va eng ustun shaklga yetgan ahvollar bilan liq to'lgan dedi. Haqida o'shada to'lganlikni ko'rsatdi. Ilgirki musulmonlarda shu chidash, bardosh qilish, iroda kuchliligi eng yuqori pallasda ko'rilgan va shu yuqori pallasga yetgan. Fakanu namazija kamilatan sabri. Şuna ular chidashda, sabr qilishda mukammal o'rnak bo'lganda, ulgu bo'lganda. Nima degan o'rnaklar, ulgular. Va quvvatil ihtimal. Quvvatil ihtimal deganmi? Bardosh qilish, chidash, sabr bilan o'xshash. Va salabatul udi 'inda ash-shada'id. Qiyin ahvolda, shiddatli ahvollarda, ig'ir paytlarda beli mazmut bo'lishlar. Ud degan tayoq, salaba degan mazmut qattiq degan. Demak, odatda bu so'z yani bilimizmut yani budur. ولسنا نريد أن نسترسل في سرد أسماء هؤلاء الأبطال. Aşu kahramanlarının isimliklerini birbirler tizip uzun gap qilib ketishini xolamaymiz. Sard degan qata tizish. Nestarsil degan gapni qilib ketaverish. Gapni o'zartirib ketish degan. Aşu kahramanlarning isimligini birdan bir tizib akilib gapni o'zartirib ketishini xolamaymiz. فقد امتلأت بهم بطون الكتب. فهمشدا çünkü kitapның qo'yanlari aşı tizimliklar bilan to'lib ketgan. O'qimoqchi bo'lganlar shu yerdan o'qivas bo'ldi bir-birlar. Lekin bizning bu yer tutgan yo'limiz, qilmoqchi bo'lganimiz an nazkura amsilatan barizatan min ulaika alladhina tahaqqaqa fihim hadhihi al-fadilatu kamilatan. Mushfazilat ularda to'liq gavdalangan, vujudga chiqqan shu qahramonlardan ko'z ko'rinarli ba'zi bir misollarni tilg'ilib o'tmoqchi. Faqamu bi a'malin bahiratin karramatil inson. Shunda bo'lg'achqa ular insonni izzatlaydigan, shonliq ya ko'rinarlik yoki ko'zni chaqnatilgan ashunda ishlarni qiladigan deydi. Bahira degan ko'zni chaqnatilgan, shonliq, ko'rinarlik. وجعلته جديرا بالدفاع عن المثل العليا في الحياة. وإنساننا hayattaki gaybi örneklerden müdafiye kılışka layık koydu. Cedir diyen layık. Mutlul ulya diyen gaybi örnek. Yani en yukarı biz şunda bolsakken deydiğen ideal örneklerine mutlul ulya, yani el-metalul a'la deyimiz. Mesela bizim metalul a'la kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sahabe-i kiramlar. فَاِنَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَبُرَتْ هِمَّتُهُمْ. Çünkü onların içinde şunda bir erler baki, ya şunda bir jigitler baki desek oldu. Onların himmeti katı olup ketken, çoğun olup ketken. وَسَمَتْ نُفُوسُهُمْ. Çoğunları himmetli olarak yukarı olup ketken, çoğun üstün. وَاِنْ كَانُ النَّاسُ لَمْ يَحْفِلُوا بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ. Kişiler onların hayattaki mertebeleri hakkında ançık mal bırak ketmegen bolsun mu? Yahsil ataatin bejigilip bu manda bir kılığı ele etmezsen. Bunun kımal bırak ketmegenligini bildirmeydi. Çünkü ihsal deyimiz var. İhsal olsa bejigilip kımal bırak. ومن أمثلة ذلك بلال بن الرباح. Bilal ibn Rabah radıyallahu anh. Aşı misalların içinde Bilal ibn Rabah radıyallahu anh var. Ve huve mine's-sabiqina fil-İslam. O İslam'da en aslan Müslüman boğallarının biri. Ve lemma aslama kânel muslimûne qilleten. O Müslüman boğan çağda Müslümanlığın sahanı imtihan azdı. Fekâne adaduhumul qalilu yuğril müşrikine bi'îzâihim. Şuna aş Müslümanların az sani kafirlarını, müşriklarını aş Müslümanlara azab edişke kızıktırdı, kutırtattı. Yuğri diyen kızıktırdı, kutırtıldı diyor. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَغْلِي حَقْدًا عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ. Şu çağda Kureyş müşrikleri, Kureyş kabilesi her bir Müslüman boğan kişiye kat düşmanlıkıyla kaynat taşıdı.
shunda qaynayotgan holatda edi. Va tarki dinihim, ularning dinni tashlab ketgan bo'lgan ekan musulmon bo'lganlar. Shu achchig'ida chidamaslik qilib turolmay qolgan vaqt edi. Fayya tubalighu fi ta'dibihim. Shunga Quraysh ularni azoblashda, qiynashda beklam ashirutdi. Wala siyama bulatmu al-mustadafina minhum kullama wujidat fursa. Yoki wajadat fursa. Bulatmu aş musulmonlardan ojiz bicharalar, bo'zak sanalganlar, mustadafin degan. Qalu kunna mustadafina fil ard. Bo'zak sanalganlarni fursat topsalam bo'zak ketdi, ani topdi. Lekin bo'zak bo'lmasa, jalliqlar suvallarni bo'zak ketolmaydi. Masalan, Umardak musulmon bo'lgandan Hamza shunda ba'zi bir jalliq musulmonlarni bo'zak ketolmay bichara qo'l masalan ancha qo'daydigan egizaqsi yo'q musulmonlarni bo'zak ketdi dedik. Wala siyama degan bularmi xususan degan ma'noda keldi. فجعل أبو جهل يبطح بلالا على وجهه في الشمس. أين بوزك تبغى أبو جهل بلال رضي الله عنه أبطأ دم يتقص ده. بطحة ديان قيلقنا بطحة دينس. بطحة ديان يعني قشانات من ضيات ديان ماندا. دماغ عشان دم يتقص ده دماغ. ويدع الرحى عليه حتى يسهر. رحى ديان يا غنشقنا تشى مثلا يا كتبمن تشى عندك أشخاصنا رحى دينس. Köpünçe yağınçaqның taşları oldu. Öyle işletilgan, yağma işletilgan taşlar. Aleyhi, bilanın üstüge ığır taşını hep koydu ki. Hatta yashar. Sahara diye İslam'da tizip irip ketkenini bildirdi. Ve yekula lahu ukfur bi Rabbi Muhammed. Muhammed'nin perverdigarıga tanıgan, kafir olgan deydi. Fe yekulu Bilal ahadun ahad. Yaklaşık bir Allah'la itikat kılmaya da bunda tuttu. وظل هذا دأبه مشى ونن عادته كل ده أشياء مش بولده يعني دوم لك من ده خطوده توقت ما من ده كل ده ما دأب ده يعني توقت ما دوم نشرب كذا من ده يعني بلال دوم لك كذا من ده تنغن دسلام أحد دبلن توده ودأب أبي جهل معه أبو جهل ما أشنده كذا بتريه هذا حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخره رسول الله نمكي يلقوز شلان بيرغولان Hazreti Abu Bakr Bilal radıyallahu anh'ını setoldu. Çünkü Bilal kultu. Umayyibni khalar. Ra'sul kufr. La necavut in necadak. Bedir'de Hazreti Ali'nin başkılı qo'lda tutuşumu, üstəmində tutuşumu qo'lda ötürək. Müşündə qızğanlıq sürməkdir. Umayyibni khalasını qılır desək, Umayyibni khalas bu Hücayni olan bu mıqsınar. Ma Abu Jahl şu Mekke'nin çoğunları olan bu mükellef bunda ecel etmişti. Ve Abu Bakr ahire Resulullah'ın fırsatını söylen Hazreti Bilal'ne set oldu. Çünkü Hazreti Bilal kultu. وَلَقَدْ رَوَى الرُّوَاةُ أَنَّ شِرَاءَهُ تَمَّ وَهُوَ مَدْفُونٌ بِالْحِجَارَةِ يُعَذَّبُ تَحْتَهَا. Rivayetçiler şuna rivayet kılıyor ki onu setiliş kaçan vücut çıktıysa o taşığının tiyidi kömelgen alette acıklıvatkan çığda setoldu. لَقَدْ تَحَمَّلُوا كُلَّ دُرُوبِ الْآلَامِ الْبَدَنِيَّةِ مِنْ تَمْزِيقِ الْأَجْسَامِ فِي سَاحَاتِ الْقِتَالِ. Ular yani sahabeler türlü cismani azap ukubatlarga bardoshlik bergan. Qanday azap ukubatlarsa min tamziqul ajsam fi sahatil qital. Jang maydonlarida badanni tutma qilib o'tish, ila ta'dibil vahshiyil ghalid, yana noit qo'pol vahshiy qiyin qistab elish, kama sabaru alal ju', yana taha ochliq azobini bardoshlik bergan. Qala Abu Hurayra radhiyallohu anhu إني كنت لألصق بطني بالحصباء من الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه dedi, ben açlıktan qo'rsqimni shig'il toshqa choplab yotibdim. Ba'zilar toshni qo'sqig'a tanolibdi. Qo'saq bak achchada toshni chigib olsa, biroz azob yengillaydi. Bizga masalan ro'z tutib va zo'r taboq yemamda sinib qolsam bo'ldi. Toshni Şişada biliriz. Yani açlık derdini tatip almalı okumaydı değil mi? Bir Zıdıl Khandak'tı mı? Resulullah bir sikilip bunda Musak Bey eşip etti. Bu da taşını bağlı oturken. Şundan Bey eşip etti mi? Başı çağırıyor. Bunda karap baktı. Resulullah sıkıntı yok.
Şu tabiken de bir çağrının birisi. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنا كنا لنغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilə gazet kılıktık. Ma lana ta'amun illa ma la yuqimul abad. Bizning yeydigan faqat yemek içmek tamamımız yok dedi. Fakat lan adamni o'ri tug'izolmaydigan darajada aslında unda bir narsa etdik. Evet degan agri qing'ir degan bo'ldi. Yuqim degan agri qing'irni ruslaydigan degan. Lekin bu yerda odatda normalda bunday iboratni bizning jinimizni saqlab qoladigan, bizni o'ri tug'izdigan degan. Yani bizni o'ri tug'izolmaydigan, jinimizni saqlab qololmaydigan shunda az bir narsani aran etdik dedi. Ma la yuqimul abad ma biznikida. Ma la yuqimul abad bo'lsa, jinimizni saqlab qololmaydigan darsizma az narsamiz ham bo'ldi. Ma yuqimul abad degan shu jon aran saqlab qoladigan degan bo'ldi. Ya'ni ikkita biz bu o'xshash. Musulmon bir şeyga edi, kabir etib şeyga edi degan sama. Yani to'yg'izilish joiz, ba'zi sahobalar unda tomoqqa to'yg'ichiga ahvoli bor. Andaqa Hazrat Abu Hurayraga istagan chaqda hamma sufadigan chaqirib keldi, bu qanday yetadi degan chaqda eng oxirida hamma 40-50 odamga ish kuzatgandan keyin Hazrat Abu Hurayraga yana ishadi. Ahirda o'sha hech qanday bir chigrak ya Muhammad degan qadar ishtiqo ajoyib qilmoqda. على هذه الصورة كانت مقاومتهم لآلام الجسد. أنا شو شكل ده ولارنينك جسم أغرقلره ألملرجة تقابل ترشة شندا بوغانه. يعني ولارنا جسم أذاب أخبارلرجة تقابل ترشة أنا شندا بوغان. وبنفس هذه القوة كانت مقاومتهم للشعور والشهوات. مش درجة يعني مش أنا كريسما يدغان درجة ularninki shahvatlarga va boshqa his tuyg'ularga taqobil turishimi ashunda bo'lgan. Haddasa Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu an nafsihi qala kuntu rajulan barran bi ummi. Men ana yaxshilik qilgan kishi edim va barran bi walidati va lam akun jabbaran shaqiyya. فلما أسلمت قالت من مسلم بغى وقتها أنام ده يا سعد سعد ما هذا الدين الذي أحدثته سيدنا اتقت لواقع ما دين نما دين بوان لا تدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت لتعير بي يا مش الدين تشليس يا كي من ألجنك قدر يمك اسمك يما اسمي ما لتعير بي ديان شغلان mening sababimdan sen qarnimiz qilsa, yani onasidan o'shunday qiyin qistaqqa silib o'tirayotgan buykan ma'voda hozir e'tiblaydigan holat qilsa demoqchi. Tilaqarat qilsa demoqchi. Faqala la taf'ali ya ummi. Ulan azat saat ya ana unda qilmasla fa inni la ad'u dini. Chunki men bu dinimni ariga tashlamayman. Qala famakathat yawman la ta'kul. Shundan onasi bir kun faqat tamoq yemay turibdi. فأصبحت وقد جاهدت. شو تنقط قزغان شغدا تبقى قزنالغان حالتا قزق آج قزنالغان حالتا تنقط قزبتا بشكل. فقلت والله لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. شو لا أزر سعد دبتا الله لا قسمك أجر سزنان من جناز olsa من جناز birlab yuzimda chiqib tursa, men bu dinimni hech qanday sabab bilan arga tashlamayman. Ming janoza bo'lsa, birlab chiqib tursam, ashuni ko'rib tursammi, yana tashlamayman. Endi bu bir janoza ekan. Falamma ra'at zalika akalat va sharibat. Shuna ma Sa'dninki ma qattiq irodasini ko'rgandan keyin, undan buni kaqimda besim ishlatsam kaqimmaydi ekan deb, undan yemak ismay yapti. وفي هذا الحادث أنزل الله الآية مش وقالته الله تعالى قرآن الكريم مش آيات نازل قرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ما شرك ترشون seni ata-onaning zo'rlasa, esmislasa, sen bilan bilasa, ularga bo'ysunmagan. U ishkilanga dunyoda chiroyli yaxshi muomala qilgan.
Ma'laysa laka bi ilmun degan sen bilmagan edi. Amaliyotda asosi yo'q, shunda bir din o'zi bo'lsa demak. Ya'ni u Sa'd ibn Waqqas bilmaydigan, boshqa birisi biladigan unda bir narsa emas. Hech kim bilmaydi. Yo'q narsa. Bu unda iloh degan gap yo'q. Bu butlar zot iloh emas. Ya'ni tigida unda asosi bo'lmagan unda ishqa demoqchi men. Ma'laysa laka bi ma'lum munazzil bihi sultana deydi-ku. Unda bir dalil paket nazil qilmagan deydi. Amaliyotda dalil paket yo'qsa, ya'ni bağlab nazil qilmagan ish emas. Tigidin yo'q demoqchi. Fata'allah odatda o'rinsiz besimishiladigan ahvol bor. Masalan, saqalingni tushitsa, tarovga masjidma bo'lam. Masalan, ayolingni qo'yib qo'y. Ya bu dini o'qimagan. Degan besimishlar bor. Bu besimni biz ashuniga solamiz. Bu ata-ona itoat qilgan ishmi yoki ata-ona itoat qilsak bo'lmaydigan ishmi? Chunki bu itoatning darajasi bor. Alloh taolo itoat qilish, unga ata-onalarga yaxshilik qilish, bunda nima bor? Alloh taolo va Allohning rasuli unga ata-onalarga yaxshilik qilish undan keyin keldi. Undan Alloh taologa itoat qilishda itoat qilmay, ata-onaga itoat qilib to'g'ri bo'lmaydi. Alloh taologa va Allohning rasuliga itoat qilamiz. Undan keyin ata-onaga yaxshilik qilgan, chiroyli qilib qilgan, ko'ngil oldiga aytsa uni qilmaymiz. Aza bo'lmas. Lekin Alloh taolo g'azab qilgan, qilsak gunoh bo'lgan bir ishni buyurib tursa, yo'lab tursa, uni Sa'd ibn Abi Waqqas degandek o'chib qilsa bo'ldi. Qabulab qoldim. Qabul keldim. Endi qavotani kelsa Alloh taolo shu bandalarni shu soatga buyurib, osh ishlarni farz qilib, u banda shuni qilaman desa, ota-onasi o'rinsiz uni qavmini qilsa ijobat qilmaydi. Ota-onasi yani isqonga işte ne degan gap bor. Shunday. Ya o'rinliq. Mesela normalda qildigan yaxshilikni qilmay, ota-onasini tillab, urib, iqtisodiy ziyon urib, qaqishtirib, bunda qilgan bo'lsa, qag'isa o'chada uningga Allohning g'azabi yetibdi. La ta'ali makhluqin fi ma'siyatil xoliq degan qoida shu muhim. Ota-onaning misol bak shukramda. Masalan, Jurayj al-Abid namozda o'tgan chaqda onasi chaqiribdi. Bu o'zimda itoat qilish chaqdi. Men bu namozimni buzsam durustlamu, uni onam chaqirdi, ota-onaga itoat qilish u bordi deb dilg'ullab namozim onam qanday qilsa bo'ladi bunda qilib hadimigan. Degan ekan 3-4 qilib chaqirib ondan onasi qolgan. Alloh taolo seni Ayşe ayollardan fitnege sanmoqchi o'tamiga deb buyurgandan keyin ondan Ayşe ayollardan birisi bir balani tug'ib, kimdan topding bu balani desa, Jurayjdan bo'lgan bola edi deb qarlagan buni. Unda ilgari shu Ayşe bu Jurayj qishqilib birga o'tilib taklif bergan o'xshaydi ekan. Bilmagan gap. Umuman to'xta samada ibodat qilgan nimadan bu bir destamasini deb qarchaplayman deb endi planlaganmi to'xtam balni o'sha ibodat qilaman degan taqvodar adam bo'lgan balni o'sha bu menda taqvodar ko'rangan bu o'salada deb shuna qarlagan ekan. Hamma xalq kelib podsha nima qilib qanday gap deb nimasini chiqib deb ibodat qilsa chaqtirib ekan. Chaqtirgan ekan bu meni qarlida bo'lmasa shu baldan so'raylar. Shu bala hozir dadam kim o'zi desa endi bala shu chaqda zo'r qilib dadam qadicitdi bu Jurayj emas degan ekan. Podsha uzr aytib shuni shu ibodatxonani biz oltin kumushdan saparlaydi burunqiga laydi sandiranlar degan. Bu holatda so'z qilganlarning birisi shu Jurayjningki vaqaliklik bola. Shu kishi bu holat so'z qilgan deymiz bor. Shu aytib bo'lsin. Va Jurayjningki Isa alayhissalom ashabul uxdur. Demak, Jurayjning vaqalikligi shu bu holatda so'zgan to'rtaylarning birisi. Demak, Jurayjning onasi qag'ibdi mana qag'ishtaydi. Nima uchun deganda bu Jurayj nafl namoz o'qiyotgan vaqti. Nafl namoz o'qigan ekan, ana to'lg'andan buzutib, keyin qayta o'qisang bo'ldi. Aniga diqqat qilmay qolgan bo'lsin. Shunday namoz o'qishlar. Huna yajidul insanu nafsahu mutarran an yukabbira hadhihi an-nafs al-qawiyya. Mana bu yerda Sa'd ibn Abi Waqqasning shu vaqalikka qaraydigan bo'lsak, inson o'zini mushu kuchlik ruhni, mushu kuchlik ko'ngilni yoki mushu kuchlik jonni haqiqatan bu katta zakan deb cho'ng bilishga majbur bo'ladi.
وذلك الجلد الخارق الذي أشاعه الإسلام في أهله. İslam öz əhlində, yəni şu müsəlman bolğanlarda yayğan, tarqatqan adətdən sır xalqlarda bərdaşlıq veriş yoki g'ayrat jasoratni jalb deganmi, chidamliq, g'ayrat jasorat deganmi. İslam dini o'zining mansublarida ashunda bir xislatni taqib qildi. Xariq degan odatdan tashqari, odatni bo'shatilgan yo'l. Xalqlarda demak. Asha'a degan tarqatdi. Shu asha'a degan ilg'ayda qaralgan gapni mishmishga sha'a deymiz. Innallazina yuhibbuna an tasha'a al-fahishatu fil ladina amanu. Shu'i deganmi? Uni chetishlar. Kommunist. Nima uchun? Kommunizm deganda mol-mulk, xotin hammasi hammaga o'rtaq bo'ldi. Yani benim şahsiy mulkim, benim uyam, men tavashira, ya men tava xotin degan gap yo'q. Hammasi o'rtaq. Bu kommunaning mulki, kollektivning mulki. Ya bir shaxsning do'koni olmaydi, shaxsning mashinasi olmaydi, hammasi o'rtaq, opsiyon. Shu'ay degan shunga kelgan. Yani hammaga shunda o'rtaq, yayg'in. فليس في الدنيا من يحارب الغريزة التي فطر الله الإنسان عليها. Çünkü dünyada insan Allah Teala'na şu tabiatında yaratkan, şu micaz, şu tabiatga karşı can kıldıran adam yok değil. Yani insanda bir tabiat var. Allah Teala şu tabiatında yaratkan insan. Fatara diyen aşında yaratkan demek. Kaç tabiat yaratkan, tuğulmu tabiat diyen fatara. Böyle şu insandaki insan micazı tabiatiga karşı kim can elan kılamaydı? Normalde elan kılamaydı. Fakat lan illa zalika sultanu qawi al-qahir allazi yubaddilu nufus. Fakat lan aşı kumallarını özgertirdiğin, özünün dinini zorlayalaydigan güçlük hukuk egisi şu lan karşı can kılamaydı. Ve yuhavviluha halqan akhara. Ondan o nefsini başka bir mahlukka özgertirdi. Yaludu bis sabri ve ya'tasimu bil azm. Sabr bilan panolanadigan, keskin iroda, geçin yepishadigan boshqa bir maxluqqa aylantirib turadi. Yo'q, sultonu qawiyul qahir ashunda qattiq iroda bardash qiladigan himmat deymiz. Va innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Yani ashunda taat ibodatni qilish, nafs bilan tutishish masalan, namozni o'qib o'qish, mushlarni hammasi odatga odamlarga erikildigan, lekin Allohdan qo'rqadigan, himmatli kishilarga erikilmaydigan ishdir. وحين فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس فرض degan yerda maaş belgildi degan. İslam davlati kengayib, futuhatlardan g'animatlar yig'ib ketgan chog'larda Hazrat Umar Madinaga, Makkaga butun musulmonlarga maaş belgilar ekan. Hech qanday musulmon shu maaşni kirib turgan. فرض لأسامة بن زيد 5000. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuga 5000 tanga maaş belgitgan. وفرض لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 2000. Özünün oğlu Abdullah'a 2000 tenge maaş belgilgan. فقال ابن عمر debdi, "Faddalta alayya Usama." Usamaga mendan udrak berdin. Yani Usamani menda afzal qildin. Mendan udrak maaş verdin ona demek. وقد شهدت ما لم يشهده. Halbuki men u qatnashmagan g'azotlar qatnashganman. Yani umuman jiqra g'azot qatnashganman. فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. Ömer oğlu debdi. Usama Resulullah'a nispeten senden bekrek suyumlikti. Yani Resulullah senden bekrek Usama'da amraktı. Ve abuhu ahabba ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min abika. Bunun dadısı Zeyd mi? Senin dadan Ömer'e qaraganda Resulullah bekrek suyumlikti. Yani Resulullah senin dadağından bunun dadısı Zeyd mi? Bekrek yaxshi ko'pdi. Baravar qilmanda yaxshi ko'radigan chiqadi. Bu hozir islomda eng peshqadam bo'lganlar, eng jiqizatlarga qatnashib, xizmat ko'rsatganlar da shu tartib bo'yicha jiqozlikni endi bekitib nima qilgan. Lekin nima bekitishda Rasululloh eng amroq kishi bo'lganlikdan ajiqroq belgilagan. Bu imom o'zi shunda asosda shunda belgilash uni huquqi. Shuni u xalifa degan. Xalifa deganga uni qo'lda huquq bor degan. Nima qo'lda mundashlarda. O hech ishni qilmaydigan boshqalar musulmonda qildim deb tursa, o'quvchilar odam bo'lsa xalifa bo'lmaydi. Shu Usama Zaydninki nomi nima? Al-Hibb ibn al-Hibb. Al-Hibb ibn al-Hibb. Demak, shunda Rasulullohning amriqi bo'lgan Zaydning o'g'li
Resulullah'ın amreti Usama dedi. Amraqning o'g'li Amraq Usama degandek, Mahbubning o'g'li Mahbub Usama degandek. Rasululloh vafotlashdan ilgari buni shu Rimliklardan urushga askariy vatishga qo'mondon qilgan. Shu jangga mang'ilgan lashkarning ichida Abu Bakr Umar bor, odatga bir askar sifatida. Demak, Abu Bakr va Umarga qo'mondon bo'lgan. Bu necha ishida? Yani shu joy general. Rasululloh vafot bo'lgan ekan, u qo'shin ma'muriyat turgan. Chunki Hazrat Abu Bakr xalifa tiklangandikilar qachidan Rasululloh mangdirman degan nimani men to'xtatib qo'ymayman mangdi deb mangdiwa. Shu chog'da Usama shu hozir masalan bir davlat Amerika bilan urushdi deymizmi? Shunda davlat shu chog' Rim degan. Askar yig'sa 1 million askarni tizib jang soladigan davlatlar. Shuning qarshi qo'llagan. Shunda general. Nima uchun dadisi Usamaning dadisi Zayd ibn Harisami general. Zayd ibn Harisami netijengi qo'mondon bo'lgan. Anda shunaqa mu'tadimi qo'mondon bo'lganda Abdullah ibn Ravaha, Zayd ibn Harisa, keyin undan Ja'far, undan Khalid ibn Walid Ronaldo o'zi qo'mondon bo'ldi. Ve Rasululloh shu chaqda unda sizib tayinlagan. Falani, u O'zbekistonni, u O'zbekistonni. Shuni onda shaytonlar Rasulullohdan bilgan. Ondan keyin ondan Allohning shamsharlaridan birisi alida. Yani şu Khalid ibn Walid tayinlamasdan, nima g'ayri imrodi. Tayinlamasdan biznikidan qo'mondon bo'liblam. Shu jangchilarni shuni sen qo'mondon bo'ldiblam, qo'mondon. Anda talanti bo'lganlikdan. Demek aslında Resulullah'ın zamanında komandan bulan chet davlat bilan xalqaro jangga general bo'lgan komandanning o'g'li bu. Odatda onda bir emas. Yani bunun adatidan yani gen nimasi var, komandanlik geni bor. Son o yerda ishida davlatlararo urushga komandan bo'lgan tursa, ularga aslında fazilatlarni ko'z tutib turib, Hazrat Umar o'zining o'g'lidan Usamaga diqqat bergan. Ve hozir o'zining nafsidan üstün keldi. Neslen küreşte yenildi Muhammed. Velemma fetaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khaybar'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin aşı koruğunu olan Khaybar'ını tatkiga vaxtıda ittefaka huve vel Yahud ala iyyekuna ma tunbituhu arduha munasafatan beynahuma. Resulullah olan şu Khaybar'daki Yahudiler bu dekhamte. Şu ziminamda mesela Müslümanlarınki ulcisi oldu. Ulcisi olgandiken Yahudiler bu ziminni bizning ta'tilimizlar sizga bu ziminni terib dehqonchilikda adam lozim, bizga mana lozim. Bizni shuni teriylar, dehqonchilikni qillar. Chiqqan usulning yerimini islasla, yerimini biz Allah degan bo'yicha pitishgan. So'ngan Yahudiler ash qo'ldagi ziminga yana ishlagan. Çıktan usulun yerine Müslümanlar aldığı bu. Ve ersele Abdullah ibn Ravaha'ta radıyallahu anh lil qasmi. Sonra usul ağın çağda Resulullah Abdullah ibn Ravaha'nı yerimine bülep kâgeyende evetti. Ve tesallumi nasibul muslimin yerimini taksim kılıp Müslümanların nasibesini tapşırıp ilip ekilişke evetti dedi. Felemma madafil qasmi munsifan adile and o Abdullah ibn Ravaha kilab ay taqsimanına insaf bilan adillik bilan taqsim qilavergandan keyin madad degan ketiverdi degan. Anda mengavergan ekan haval al yahud igra'ahu bil mal yahudilar uni pul mal berib parverib pulga qiziqtirib asta oldiganni azroq qilishga asli oldimoqchi bo'ldi dedi. Yani parvermoqchi bo'ldi dedi. Liyatasala fil qasmi ay taqsimotda sal bo'shroq qo'yib musulmonlar tegishli mayda bog'liq biretib bundan nima qilish uchun parvarishga aplashdi. Liyu'tiyahum akbara min nasibihim. Yani ashu yahudilarga o'ziga tegishli bo'lgan nasibasidan jiqroq berishi uchun parvarmoqchi bo'ldi. Fajama'u huliyan katiran va qaddamuhu lahu. Shunlar nurg'un oltin biznatni to'plab yahudilar Abdullah ibn Ravahaga parvarmoqchi bo'ldi. وطلبوا أن يتساهل معهم ونندن أشياء سلبي كالجموب من ده ميلديت نتلقوا ذلك فردهم قائلا شون عبد الله بن رواحة لغا من ده رد هذا يا معشر يهود اليهود إلى الجماعة أما والله من ده الله لن قسم إنكم لمن أبغض خلق الله إلي سلا حقيقة
Allah'ın mahlukları içindeki bana en üskürüldüğün mahluklar. Yani ben en üskürüldüğün mahluklu sizlerdim. Yahudiler şu dağıldı. Müslüman şu en üskürüldüğün yazdı. Yahudiler şu en üskürüldüğün Müslümanlar. La tecidenne eşedden nasi adavaten kullâri yahudu vallâri nesaykum. وما ذلك بحامله أن أحيف عليكم. Lekin aşında ösmelik bolsun menda bu meni sizlarga zulm qilib qo'yishga meni elib bormaydi. Hamili degan buni ko'tarmaydi degan. Ama ahifa degan zulm qilish. Qur'on bog'i yahifallohu yahif degan zulm qilish, adolatli qilish mumkin. Men sizlarga shunda uch bo'lsammi, lekin bu o'chmanlikim sizlarga zulm qilishimga sabab bo'lmaydi. Uch bo'lsammi adolatli qilaman. أما ما قدمتموه من الرشوة فإنه سحت. عند سلا ما باجن شو فرا بو حرام كله. سحت ين حرام كله. رشوة ين فرا. وأكلهم السحت. أكالون للسحت. ونحن لا نأكله. باسم الله ده حرام ناسي ميمس. ده بركته. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. نعم شو يهود النصوصين. İki ihtimal var. Muşu sizning mushunda samimiy saf ixlos bilan amal qilishing bilan, para ammaslik haramdan o'zingni tortishing bilan osmon uni o'rtirdi. Ham bo'lishi mumkin. Yoki yahudining o'sonlik bilan mushu dunyoda mush para ishlar bilan unda o'rtirdi. Mushunda mavdu ishlar degan. وكان احتقار الخلفاء الراشدين والقواد الكبار لمظاهر الجاه والسلطان مضرب المثل. راشد خليفلارning va cho'ng qo'mondonlarning yuz obro'y va huquq ashunda narsalarga ko'z qilmay, uni tuvan ko'rib, ashu narsaga tuvan qarashi, ko'zgilmaslikka, ko'ngil bo'lmaslikka madribal masal deydi. Bu hamda misol o'saq, misol urishga yaraydigan, hammadan shundan misol urib ketadigan maqol tamsilda bo'lib ketdi. Mesela adaletda Hazreti Ömer'de misol urmaydi, ama ashlar sahabining misal duraladigan aslında sizler köp. El-cahd degan yüz abro'y. Cahd degan vecih degandan da o'rnidan tushib ketgan. Ibnul Xattabi, yani Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu masalan, kan elbasul khashina min at-tiyab. Bu nayati qo'pol, qattiq kiyimlarni kiyibdi, yirik kiyimlarni, yumshoq kiyim qimmat olganligini kamaytdi. Ve yanamu ala turab, to'pining ustida uxlardi. ويعيش على الصورة المتواضعة التي كان يعيش عليها قبل الخلافة. Xalifa bo'lishdan ilgari yashagan turmush ashunda tuvan kamtar shakldagi turmushini yashaydi. Mutavaddi degan kamtar. Ya'ni men xalifa bo'ldim deb ilgari ketmagan. Va kana yanfiru min kulli mazharin yab'atu fi nafs az-zahw. Insonning ko'nglida akavurlik va takabburlikni keltirib chiqadigan har qanday ko'rinishdan nafratlanadi. Mazhar degan ko'rinish, taqdirga qiyofat demoqchi. Yani farqni nafratlanishmi? Yani tiro izdat demoqchi. Zahv degan akavurlik, cho'ngchilik, qo'yalar degan takabburlik, cho'ngchilik, akavurlik. Xayl at balki shu nisqam bo'lishi mumkin. Da mang'amniki at degan qo'yalar bo'lganiki xayl. وحوادثه في ذلك معروفة مشهورة. Hazreti Ömer'nin aşında adli saddılıkı, kemterliki, qattiqlıqı, eşğallıqı, müşahdiki hikayeler ve akarın nurgunu. Lem yekun İbnul Xattabi faridan fi hadal mudmar. Mudmar diyen beygi meydanı, at musabıqlaşken çağında neticesiz kızıp koyduğu aşı mudmar oldu. Ve şu beygi meydanı da Ömer ibn Xattab yalnız emasdi. Ömer ibn Xattab bilan baslashilgan, ayni fazilatlarda baslashilgan nurg'un ashunda xalifa boshqa sahobalar zikri. Ömer bilan ashulam yo'q bu sahoba. Nurg'un munda sahobalar bor edi. Fakathir min as-sabiqina akhda'u shahawatihim li'uqulihim. Chunki ajatlardan, yani sabablarimizdan ko'pincha nurg'unlari o'zining shahvatlarini, xohishlarini, ko'ngil mayilliklarini aqliga bo'ysundirgan. وسخروا نزعاتهم لدينهم. Özünün könül xahişlerini dini için hizmet kıldılar. Sakhar diyen boysunduğunda hizmet kıldığı. Sakhara aleyhim 7 leyalin ve 8 eyyam. Sakharna lehul cibal. والأمثلة كثيرة لا نطيل بذكرها. Bunun misalların intayin köp. Biz onu hemen
gapni uzatmaymiz. فإذا كان الناس اليوم عند بugünkü kunda kişiler يشغلهم حديث الأبطال الذين بهروا العالم بشدة تفانيهم وقوة جلدهم özlerinin fidakarlıkları ve çidam kuvvetinin küçüklüğü bilen dünyanı hayranına has hangtan kaldığan muş kahramanlarının paranı bilen meşgul bulup ketken bolsunmu bugünkü kunda فإنما نريد أن نريهم صورة أبهى أنو قالوا الله أرخل çidamlık mında himmetlik mında kişinin kısam mı milletinin arkhıl adamlar var mı? Ha? Kafirlarning ba, başkalarning ba, Müslüman ba. Hamma millat ashunday nimaga qahramonlarga qiziqidir. Lekin biz bu yerda boshqa millatlarning qahramonlaridan texmo saz, bunda payza o'rnaklarni bilib mashhurlikni ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Demak, ularni texmo ko'rkam suratda ko'rsatmoqchimiz. Va arwa'a mimma bihi yalhajun. Ular maqtashayotgan, tilg'aylayotgan şekilden bakarak peyzi kılıp göstermekçe. Ve bir hadithi yasharulma. Ve aşına paran seniş bilen şunu sözleş arkalık kişilerini sihirlavatkan. Yani muşanındı mı bakarak peyzi kahramanlık şeklini gösterip koymakçe. Hiye tilke suratilleti resemnaha min sabril musliminel evvel. Bu peyzi ehvallah kaysa dese biz destekli Müslümanların ehvalidir. Siz çıktan ayırısını şöyle. Sizgan portre. Ve celebihim bardaş kuruşu. Ve kuvvetihim kuşkute. Ve sebatihim tevrenmeyanda sabatlık turuşu. Demek aş suratını biz oturup koyup kişiler küngen kirap bakkan kahramanlığının ehvalini oturup koymakçı. وهي السورة التي تعلموها من الفريضة المقدسة فريضة الصيام. Bu kanda bir görünüş ise, yani bizlerle takdim kılınmakçı olan görünüşümüz ibaret ise, şu Müslümanlar İslam'da mukaddes farizlarının, asas farizlarının bir soğan, öz tutuş ibadette muşu farizini icra kılışı arkalık ügengen, şu kayser irade, bardaş kılış ehvali demek. Yelhaj degan tilg'ali do'st so'zlaydi degan. Shuni lahja deymiz-ku. Talaffuz shiva degan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.